Assalomu alaykum. Men o'sha IT ishnikman, ham tadbirkorman. Shu ikkalasini qo'shish mavzusida bugun suhbat qilamiz. Linko dastur bir misolida. O'zbekistonda 80 mingtaga yaqin do'konlar bor. Har xil kichik, o'rta, umuman kassasiz biz sotadigan do'konlar. Ulardan atigi bir 10 mingtasi hisob-kitobni yuritadi, daftarda emas. Ulardan hisob-kitob yuritayotganlarni anglab nima qilayotganini hisob-kitobga qaraydiganlar bir mingta, 2000ta bo'lsa kerak. Bu ajarnarli hol, chunki bizning iqtisodiyotimiz bundan taxminiy bir 5 milliard dollar yo'qotadi. Ya'ni tovar vaqtida bo'lmasligi, mijoz ketib qolishi, vaqtida pul to'lamasligi, nasiya kesib qo'ygandan keyin nasiyaga tovar bo'lmaydi, u polkasida bo'lmaydi, u vaqtida sut bo'lmaganiga cornflakes yoki sut bilan qo'shiladigan narsalar olmaganiga nisbatan taxminiy bir bizani izlanishlar orasida biz juda ham katta yo'qotishlarni ko'rdik. Bu 5 milliard yo'qotilgan pul degani tadbirkorlar olmagan pul, qurmagan uy, o'qitmagan bolasi degani. Ko'pincha mahsulotlar vaqtida polkada bo'lmaydi. Shu ham odamlarni do'kondan chiqib ketishga olib keladi. AI bu qanaqadir bir qo'rqinchli bir robot emas. Biz hozir tushuntiramiz. Bu juda ham bir oson. Telegramda hammasi Telegramda yozishasizlar, oilaviy, sinfdoshlar, ishxonada nima bo'lyapti. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa Telegramda yozgandek oddiy bir yordamchi sifatida ishlaydi. Faqatgina bu uchun pastda daftardan qaysidir hisob-kitobga o'tsangiz, farqi yo'q qaysiga. Adinez bo'ladimi, qo'shningiz yozib beradimi, daftardagi pastdagi masalalarni sun'iy intellekt tushunmaydi. Chunki sun'iy intellekt paqir bilan chelakda farqiga bormaydi. Agarda sizda skladda ikkita paqir, 3 ta chelak, 2 ta vedro bo'lsa, u uchun 3 ta har xil narsa. Buni o'rgatish kerak bu uchun. Siz buni daftardan bir Excelga, Google Sheetga o'tkazganingizda qaraysizki, mana bu bizada sharikova ruchka bilan ruchka sharikova sun'iy intellekt uchun har xil narsa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun qaysidir ko'nikmani qo'yib qo'ysangiz, qaysidir dasturda undan shu poydevoriga tepasiga sun'iy intellekt qo'ysak bo'ladi. O'shanda u yozadi, hisoblaydi, ko'radi va tavsiya qiladi va sizning bir qo'lga kiritgan eski ertaklarda jinlar bo'lardi-ku, jinlarni olib qo'yadi, keyin sizga yordam beradi. Xuddi shunaqa bir yordamchi bo'lib qolishi mumkin. Har bir tadbirkor birinchi bir intuitsiya, sezgi, bunaqa deb o'ylayman, bir taxminlar bilan boshlaydi. Bundan bitta do'konda yuritadi, mijozlarni biladi, mana har kuni keladi, mana dadamga kapelnitsa qo'yadi, mana meni raddomdan olib chiqqan, mana bizani hamshira, bu meni repetitorim. O'zi hamma mijozni bilib turib, chegirma yoki nasiya berib turadi. Lekin bu yo'l bilan 10 ta magazinni boshqara olmaysiz. Har xil mikrorayon, har xil formatdagi magazin bo'lgandan уже sizlarda shaxsiy tomondan o'zgarolmaysiz va rus tilida stiklanniy patolog bor. Bu bir shishali bir devor. Nimaga o'sa olmayotganingizni bilmay qolasiz. Oddiy narsa, chunki sizlarda raqamlar yo'q. Oddiy sezgi bilan bitta oshxona bo'lsa, odam bir paytlari osh zo'r sotilardi, zo'r osh ustida qo'yilgan deydi. Lekin asta-sekin guruchni narxi oshdi yoki sabzini yoki yog'ni hisob-kitob qilganda lag'mon ko'proq pribel keltiradi va odamlar lag'monni ko'proq yeyishi ham mumkin. Lekin odam hali ham bir taxminiylar bilan buni ko'rmaydi. Yoki tovarlar ko'p sotilishi, sotilmasligini ham taxmindan yuradi. Raqamlar bilan esa qaraydi, mana tovar oldin yaxshi yurardi. Hozir bu 60 kundan beri skladda yotibdi, pul muzlanib yotibdi. O'zi pul yetmayapti biznesga, lekin tovarning ostatkada yotibdi. Shunga mana out of stock degan narsa bor, eng katta bu muammolardan biri, ya'ni siz tovarni agar ishlab chiqaruvchi yoki distributor bo'lib qo'ydingiz, tovaringiz sotildi, 4 kundan beri magazinda yo'q.
4 kundan beri sizni sutingiz, pampersingiz, bir narsangiz bo'lmasa, bu degani uni o'rniga konkurentingiz sotilyapti. Bir kala zo'r sotildi deydi-ku, kechgacha 5 gacha sotilib ketdi. Yaxshi savdo bo'ldi. 5 dan kech payt 10 gachachi sotilganda ancha foyda yana bo'lardi. Lekin siz foydani olmadingiz, chunki rejalashtirib olmadingizki, issiq kunlari yoki yakshanba kuni yoki bir hayit paytlari bu tovarni kecha ko'proq olib qo'yishgan va bugun zo'r sotildi deyish bilan qanoatlantirmasdan uni oldin bayramlardan oldin qaysi pozitsiya tovarlarni haftaligini ko'paytirib qo'yib qo'yish kerak skladga. Siz taxmin bilan bitta magazinda buni bilishingiz mumkin, lekin 10 ta magazin yoki siz 10 ta 20 ta magazinga tovar qo'ysangiz buni bilmaysiz. Va shunda ko'rinmas ko'p zonalar bor. Bularda qanday qilib yetishdi biz qarab chiqamiz. Yana qanaqa afsonalar bor, sun'iy intellekt ChatGPT atigi o'zi $20 turadi. Ko'plari bepulni ishlatadi deb bu ahmoq ekan deydi. Sizlarda eng ahmoq xodimlaringiz bu bepul xodimlaringiz, qarindoshlar, sinfdoshlar va hokazo bo'lishi mumkin. Pul qancha kam to'lasangiz, shuncha ahmoqroq bo'ladi. Lekin $20 atigi sarflasangiz, uni aqli 10 baravar oshadi, xotirali bo'ladi, farosatli bo'lib qoladi va hokazo. Shuning uchun buni bir sotib bir havolab qo'ytirish kerak. Dasturlar shart emas. Bir hozir bitta studentga aytsangiz, sizga juda ham tez oldingi nisbatan 10 baravar tezroq, 10 baravar arzonroq dasturlarda o'zi gaplashib, Telegramda gaplashgandek dastur yaratish mumkin. Buni umuman o'qimagan ayollar, qizlar, keksalar ham qilishi mumkin. Faqatgina shu oxirida aytib qo'yaman, qanaqa qilish mumkin. Va AI bu katta korporatsiyalar emas. Ular haqiqatan naborot o'ta olmaydi, chunki ularda juda ham ko'p million dollar tizimga kiritib qo'ygan. Ularda aqlli, qimmat xodimlar bor. Sizlar 5-10 ming dollar oylik to'lolmaysizlar, ular to'laladi. Lekin shu 5-10 ming dollarlik odamni o'rniga $20 siz shunaqa sun'iy intellekt xodim olishingiz mumkin. Lekin asosiy qoida nimada? Shu ingliz tilida aytadi, garbage in, garbage out. Musor kirsa, musor chiqadi. Yana bir marta shu aytaman, skladda, daftarda 5 xil nomda narsa bo'lishi mumkin. Lekin sun'iy intellekt uchun bu master dandilarni kirish kerak. Zeleniy garoshikmi, Z garoshikmi, bu har xil narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bularni agar tayyorlab qo'ysangiz, bir qanaqadir oddiy Excelga, o'shandan keyin sun'iy intellekt buni o'qiy oladi. Tizim ishlayotgan qanday bilamiz? Biza sun'iy intellekt orqali hamma ma'lumotlarni tashlayveramiz. U bizaga ham moliyachi bo'ladi, ham marketolog, ham tahlilchi. Oddiy Excelga hammasini kiritib qo'ysangiz, keyin aytamiz, savdoni kiritib qo'yamiz, klientlarni hamma nima ma'lumot bo'lsa daftardan ko'chirganimizdan keyin sun'iy intellekt Telegramga boshlab savol beramiz. Umumiy tushum qancha, sof marja, ombor qoldig'i qancha bo'ldi, qanaqa tovarlar tugayapti va qancha mijoz ketib qolyapti. Yoki aytishimiz mumkinki, menga har hafta tahlil qilib hisobotni ber. O'zi sizga emailingizga, telegramingizga tashib beradi. Mana misol oddiy ma'lumotlarni bergandan keyin hech qanaqa bir moliyachi emas, o'zingiz so'raysiz. Mana 30 kunlik savdo jadvali marjasi eng past mahsulotlarni, tez tugaydigan tovarlarni va omborda pulni muzlatib qo'ygan pozitsiyalarni menga ko'rsatib berdi. Men nima qilishim kerak? Menga 5 ta tavsiya ber desangiz, $20 ga shu moliyachi yoki marketolog yoki omborchi qilib sizga tavsiyalar beradi. Oddiy bir gaplashasiz. Misol biza nima o'zimiz mahsulot bizani dasturda ichida nima qilganmiz? Biza qarasak, oddiy do'konda post terminal ishlatmaslik sababi bu u ham kassir, ham sotib oluvchi bo'lganligi uchun, ham omborchi, xo'jayin bo'lganligiga maktabda bir tanaffus bo'lsa, shu paytda savdo arz chiqayotgan paytda поставщик kelib limonad tashib ketyapti. Uni vaqti yo'q buni prixod qilgani. O'tirib, kirgizish, bittama-bitta. Biz shunaqa qildikki, telefonga rasmga oladi, nakladnoyda kirit deydi faqat. Bo'ldi. Sun'iy intellekt nakladnoydagi shut fakturadagi hamma narsani o'qib, o'zi o'rganib olib, sizga kompyuterga o'zi prixod qiladi. O'tirib, birma-bir kirishni hojati yo'q. 10 minutda o'rniga
5 sekund bo'ldi. Suratga oldi, matnni ajratdi, moslashtirdi. Mana oldin agar bir 5-20 minut bo'lgan bo'lsa, endi 3 sekund 98 vaqt oldi. Ham men aytgandek daftarda o'rniga nima paydo bo'ldi? Shu poydevor paydo bo'ldi. Ham xatosiz, ham xarajatsiz. Yoki aytaylik, siz tovarlarni polkaga qo'ydingiz, endi siz bilmoqchisiz. Konkurentga, raqobatchiga nisbatan mana do'lam qancha polkada? So'ng pista qo'yingiz yoki qurt nima bo'lishidan qayta shikolat. 60% mi polkani, men 20% manmi? Oldin odam borib, bu polkani chizib o'tirardi. Mana narxim shunaqa, konkurentni narxi bunaqa, mana do'lam bunaqa, mana bitta aksiyani qo'ymabsan, mana tovarimni ko'z oldida qo'yish kerak desam, balki qo'yib qo'yibsan. Bu ham 20 minut vaqt olardi. Hozir esa nima qiladi? Har birini telefonlaringiz ochsangiz, sizni yuzingizni olib, ko'zingizni olib, bu Mahfurot aka ekan, opa ekan, mana Alisher aka ekan deb 1 sekundda yuzingizni tanib olyapti, to'g'rimi? U polkadagi tovarni tanib olish umuman anaqa oson narsa. Shunday polkani rasmga olinadi. 6 sekund sizni tovaringiz raqiblarga nisbatan qancha joy egallayapti. Narxi qanaqa? Ko'pmi, kichkinami? Va to'g'ri turibdimi, noto'g'ri turibdimi? Narxlar joyidami, yo'qmi? Mana hammasini bu kompyuter ko'zi planogramma nazoratini qiladi. Bu to'g'ri joylashuv, reklama materiallari joydami, narxlar bormi, asosiy tovarlar to'g'ri turibdimi? Mana детский питанияni yuzi bilan qo'yishi mumkin. Taxlashda noto'g'rilik qilib qo'ysa, odamning ko'zi tushmaydi. Hozir do'konda oldin raqobat qanaqa edi? Tovarni olib kelib sotiladi. Hozir bitta холодильникka 10 ta, 20 ta, 30 ta kolbasa kelmoqchi. 20 ta sut olib keladigan bor. Детский питанияni 30 tasi bor. Qaysinisini qo'yish kerak? Va tovar ko'zga ko'rinsa, shu olinadi. Ko'zga yaxshi, moyil ko'rinsa. Uning uchun tovarni to'g'ri taxlab qo'yish bu ham bir ilm. Buni ham sun'iy intellekt o'zi qilib tashlaydi. Ikkinchisi, biz qilganimiz post terminalda analiz qiladi, aytadi. Dushanba kuni yoki yakshanba kuni yoki hayitdan oldin yoki non bilan masalan sariyog' zo'r sotilar ekan. Shu ikkalasini qo'yib qo'yib, ikkalasiga chegirma ber, undan ham ko'p sotiladi. Ma'lumotlarni qazib, dinamik tavsiya beradi. Qaysi narx qo'yish, qaysi kuni, quyosh ko'p bo'ldi, +45 ta nima bo'lish kerak, -20 qishda nima bo'lish kerak, bayramdan oldin natijada cross sale, up sale degan narsa bor va chekni ko'taradi. Ya'ni oldin korzinka bularda $1 million ga qilayotgan narsani hozir sizlar bemalol $20 ga qilishlaringiz mumkin. Va doimiy audit bo'ladi, anomaliyalar, firibgarliklar va hokazo narsalarni qiladi. Va shunda уже siz moliyachi qimmat turadi Toshkentda bu vashi $10 ming. Bu yerda ham baribir $2-3 ming turadi. Moliyani o'zi mesini ko'plar tushunmaydi. Nima qilish kerak? Aytasiz sun'iy intellektga. Marja o'zi nima degani? Sizga dars berib tushuntiradi. Keyin aytasiz, bo'ldi, mana ma'lumotlarni qani marjani hisobladingiz. Marjani o'sdimi, kamaydimi? OPEX nima bu? Operatsion zatratorlar, cash anaqa, pul oqimi qanaqa, o'sdimi, yo'qmi? Pul oqimi nima degani? P&L nima degani? Menga tushuntirib ber, bir ashulalarni aytib ber. Undan keyin mana ma'lumotlarim qani menga aytchi, men o'syapmanmi, yo'qmi? Marjam 68%, sof foydam 19%. Bu yomon. Undan ko'ra masalan endi bankka qo'yib qo'ysam 27% olib kelib beryapti masalan. Nima keragi bor bu biznesda agar 12% olib kelsa? Va anomaliyalarni ko'radi. Red Team strategiyasi, shu so'zni eslab qo'yinglar, sun'iy intellektni gaplashganda tahlil qilib biror bitta g'oyani, anetta magazinda ochaymi, ochmaymi, bu mahsulotni qilaymi, yo'qmi deganda rahbar, sen skeptik investor rolida Red Team degan so'zni ishlatsangiz, u ashaddiy sizni g'oyangizga qarshilik ko'rsatadi. Bu foydali, chunki siz zaif tomonlarini ko'rmasligingiz mumkin. Sun'iy intellekt o'zi asosan sizni faqat rag'batlantirib, sizni gapingizni tasdiqlovchi bo'ladi. Aldovchi sal anaqa andishasi bor. Lekin Red Team degan komandani ishlatsangiz, u sizni dushmaningizga aylanadi-da, chopishni boshlaydi sizni g'oyangizni. Bu manfaatli, ko'zga ko'rinmas bir xavf-xatarlarni ko'rsatishi mumkin. Biz ham mana qanaqa agentlarni o'zimizning dasturda, linkoda, distribyutorlar va dillerlar va magazinlar uchun hozir qo'llayapmiz.
eng katta Mars, Snickers, Orbit, Dirol degan har xil Shell oyoqlar turistlardan ko'p mijozlarimiz. Bu avto buyurtma. Bu savdo tarixini qarab turib, mavzunga qarab turib, o'zi mana bunaqa narsani ko'proq oling, buni ko'proq soting deydigan bir anaqa. Keyin next best offer. Bu sotuvchi qo'shimcha nima sotilishini biladi. Mana bu narsa bilan yoniga do'konda mana bu narsani qo'yib qo'y, o'shanda ko'proq sotiladi. Biz uzoq qo'yib qo'ysa, обычный misol sut bilan Nesquik yaxshi ketadi. Sut bo'lmasa odam Nesquik ham olmaydi, cornflakes ham olmaydi. Boshqa do'konga ketadi. Savol, biz faqat sutdan pul yo'qotdikmi yoki sut bilan olinadigan mahsulotlardanmi? Endi sut juda raqobatli narx. Coca-Cola, go'sht, guruch bu narxlar odam biladigan narsa. Lekin tish pastasini bilmaydi narxini, farqini. Biz nima qilishimiz kerak? Har bir pozitsiyani narxida emas, biriga nima sotiladi, chekda umumiy marjasini ko'tarishimiz kerak. Esda qoladigan narsani narxini pastga tushirib turib, foydasi ko'proq keltiradiganini oldiga qo'yib qo'ysak, buni evaziga sotilib ketadi. Va shunda anaqa tugashda oldindan olish, mana bu narsani ko'proq olib qo'y. Mana bu butilkani sen 50 ta dona olyapsan, limonad deylik yoki suvni 6000 dan, 7000 dan. Lekin sotishing 80 ta-ku, 80 ta olib qo'ya qol, kirish narxi 7000 emas, 6000, 6000 emas, 5000 bo'ladi. Sani kunlik daromading shunchaga oshadi deb kassada, oddiy magazinda sistema o'zi tavsiya beradi. Nimani qanchadan olgan? Chunki bu kirish narxlarini ham biladi. Va hokazo anaqa do'koningiz agar shaffofroq bo'lsam, biz aniq 70-80% xufiyona iqtisodiyotda yashaymiz, davlat buni tan oldi. Agarda men shaffofroq ishlasam, foydadan yo'qotaman 3-4%, lekin aytaylik kredit yoki islomiy moliya yoki nasiyani ko'proq va arzonroq pul menga tushadi. Qo'shnimga mana nimaga men 7000 ga sotding, menga 8000 ga sotyapsan desa, sistemamiz bor etadi. Chunki bu 60% shaffof, 40% noshaffof. Sen 80 ga 20 ishlaysan. Pul qaytarishing seni cho'zmasdan qaytarganiga nisbatan risk kamayganiga bank senga kreditni yoki boshqa narsani kamroq foizga beradi. Chunki risk anaqa moyilligi boshqacha. Va xuddi shunaqa yo'lda, tovar tashishda, yo'llarda hisoblab 5 marta borib ko'rgandan ko'ra qaysi yo'ldan, qaysi do'konga birinchi, qaysi 10-ga o'xshagan xuddi shunaqa biza sistemalarda qo'yganmiz. Keyin mana o'zim qilgan narsam 10 ta sun'iy intellekt bor. Har biri bizga katta pulga tushadi, biz yaratishimiz. Men aytaman sun'iy intellektga, menga aytib ber, birinchi nima qilay mijozlarimga? Sun'iy intellekt menga qilib berdi. Birinchi sen narxlarni belgilash, supervizor va keyingi molni nima olish kerakligini qilib ber. Chunki u arzonroq senga tushadi va mijozga foydaliroq bo'ladi degan qildi. Keyin masalan qimmatroq va murakkab narsalarni keyinroq qo'ygan deydi. Nima ishlatishimiz kerak? Mana shuni rasmga olsalaringiz bo'ladi. ChatGPT bu yordamchi, xatlar, Excel bilan. Cloud esa mana shu red team, moliya, natija, pul oqimlarini yaxshi qiladi. Gemini'ni esa shu agarda Excelda o'rniga bepul Google Excel anaqasini sheetda ishlatsalar, juda zo'r integratsiya bo'ladi. Bozorda tahlil qilish, Namanganda nechta odam, nechta magazin, ularda va hokazo mana mijozim kim degan har xil savollarni Google o'rniga Perplexity ishlatsa ancha foydaliroq bo'ladi. Prezentatsiyalarni Canva'da qilasizlar. Mana shu prezentatsiyani men notebook'imda sun'iy intellektda gaplashib qildim. Sizlar ko'rgan hamma slaydlarda bittasini ham men qilganim yo'qman. Yo'lda ketib, kecha choy ichib, mamnaq qil, mamni qo'y, buni olib tasha, yo mamnaqa narsa ham fikr keldi deb gaplashib, mana shu ko'rgan narsalaringizni har birini menga sun'iy intellekt kecha yo'lda gaplashib, samolyotda bitta anaqalarni o'zim gapirdim, mana shularni qilib berdi. Endi sun'iy intellektdan gaplashishda qanaqa yo'li bor? Birinchi siz unga aytishingiz kerak, sen kimsan? Общий emas. Sen marketologsan, tajribali yoki sen meni moliyachimsan, yoki sen meni kommersiy direktor, yoki sen omborchisan, yoki sen meni aytaylik direktorimsan. Rolini belgilaysiz. Keyin kontakt, keyin aytasiz, biz kimsan, endi u kim?
men kimman deb tanishtirasiz. Men palonchi kompaniya, meni shunaqa bozorda ishlayman, shuncha eski uyim bor, shuncha do'konim bor, shuncha xodimim bor, shuncha yil ishlayman, shuncha taxminan daromad topaman, pul O'zbekistonda shunchadan olaman. Undan keyin vazifa berasiz. Mana bu lavni inobatga olib, mana senga mana ma'lumotlar, endi menga pul oqimini, P&L'ni, marjani yoki strategiyani qilib qanaqadir narsalarni topib ber. Natijalarda sabablar va yechimlar ko'rsatilgan jadval ko'rinishda, qaysi ko'rinishda, tavsiya ko'rinishda yoki boshqa narsada keyin siz to'g'ri berilgan savol bu 80% natija. Nima qilish kerak? Boshida aytganimdek, biz ma'lumotlarni tozalab, daftardan qaysidir tizimga o'tishimiz kerak. Undan keyin biz ma'lumotlarni tahlil qilamiz va undan keyin qanaqadir AI'larni ishlatishda boshlaymiz. Nimaga hozir sun'iy intellekt tayyor, buni bugun kechasi ishlatsangiz bo'ladi. Sotuv hisoboti, kunlik, haftalik xulosalarni kirgizib qo'yib, 3 ta xabar va 3 ta xatar topib ber. Xodim xatlarini, shaxsnoma tahlillarini, Excel formulalar, marketing, menga reklama qilib ber, post qilib ber, banner qilib ber desangiz, o'zi hammasini qilib beradi. Instagram stories menga qilib ber, ko'p hozir mana fikr yetakchilaridagi reklamalarda men chet elda bo'laman, meni rasmim gapiradi, bu men emas. Bu meni o'rnimga sun'iy intellekt meni videomni olib, lazika mana shu matn bo'ladimi? Bo'ladi. Men samolyotda ketaman, kelsam, o'sha video chiqqan bo'ladi. Haqiqiy ham bormaysizlar. Bu haqiqiy lazizmi yoki bu fake mi? P&L, muzokara, qanaqa bozor researchi va tarjimalar bemalol qiladi. Men rus tilida fikrlayman, ruschada qildim. Mana hozir kelishda 1 soat oldin ruschadagi prezentatsiyani tashladim-da, menga o'zbekcha oddiy tilda menga qilib berganda, meni qaradi, mamalarni olib tasha, bu tushunmaydi bizani xalq. Men bunaqasiga qildi, bo'ldi, tayyor bo'ldi. Mana shu sun'iy intellektni ishlatish yo'li linkida hammasi ichida bor o'zi. Bizda savol bo'lmaydi-da, shuning uchun meni Instagramda yoki anaqada topib olib, Darvish 1976 meni anaqam topolsangiz bo'ladi. O'sha yerga yozsangiz, vaqtim bo'lganda ko'rib, agar o'zimga moyil topsam, qalbimga issiq ko'rinsa javob berib olaman. Katta rahmat Laziz aka.